qarang, siz maslahatingiz kerak. Yigitimiga chichkim kelib qoldi. Hididan uyalyapman. Gugurtingiz bormi? Bor. Bering. Chichi bo'lganingizdan keyin gugurt olasiz. Yoqasiz. Bu tutuni, bu olov sizni hidingiz bilan ximiya yuz berib, hid respiratsiya bo'lib ketadi. Qolmaydi shunaqa. Tolibi Jalab ustozi katta Jalabchadan so'radi. Ustoz, shu ketishda ketsak matkamiz yirtilib ketadimi deb. Ustozi Piri Jalab maqolni qarangizlar, bu qorami ikkovi ham odam bo'lmaydi bular. Mana qanjiqchani men sudrab olib keluvdim. Itdan buyoqqa qiluvdim, yana qochib ketibdi u o'ynashdan bo'lgan. Mayli, bular bir kun kelar. Yana ko'tiga butilka qoqaman men ikkovini. Zir-zir ko'taningga yirtaman endi ikkovingga. Men gartak bir chalg'ib qoldimda quturibsizlar sizlar. Monster qaytdi. Endi ko't yirtish boshlandi. Matkani tepaga ko'tarish. Zir-zir